o'tgan darsimizda shu sonlarni ko'paytirish, bo'lish, qo'shish yoki ayirish amallarini ko'rib chiqdik. Endi bularning yig'indisini, o'rta darajasini yoki boshqa amallarni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz hammasini belgilab olib, maytda summa degan joyimizda summaga bossak, avtomatik yig'indisini chiqarib beradi va bunga ko'paytirib qo'ysak, buni avtomatik yig'indisini qo'shib chiqarib beradi. Ko'rgan bo'lsang, umumiy sonlarning yig'indisini chiqarib beradigan joy hisoblanadi mana. Summa, sredniy. Endi mana shuni jirniy qilib va qizil qilib olamiz ajratib turish uchun. Endi qaranglar, buni o'chirib tashlaymiz va biza kirmasdan, ya'ni belgilab olib, buni srednisini tanlaymiz. Srednisi bularning ichida 160 ko'rsatib beryapti. Mana 165 ekan bunisi. Endi xuddi shunday qilib buni ham yana belgilab olib, sredniy, ya'ni счетчик ko'ramiz, to'g'ri ekan. Va buniki esa, buniki ham to'g'ri ekan. Ya'ni hammasiga mos keladigan raqam hisoblanib ketyapti va bunda esa maksimalniy, ya'ni shu sonlarda maksimalnisi qaysi deyapti. Maksimalniy eng yuqori son, to'g'rimi? Endi bu sonlarda minimalniy qaysi deymiz o'zi. Mana 12 ekan minimalniy. Endi qaranglar, mana shu yerda boshqa другие funksiyalari bor. Bular funksiyalar haqida alohida darslarimizda ko'rib chiqamiz. Bu darsimiz ham sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni umumiy sonlarning yig'indisini hisoblash, ularni srednisini hisoblash, ularni счетчик hisoblash, ularni maksimalnisini yoki minimalnisini hisoblashni ko'rib chiqdik.